Assalomu alaykum muhtaram kuzatuvchim. Salomatmisiz? Qandaysiz? Xayrli kun bo'lsin. Sizlarga olyapti turganim mana yosh bolalarni mana молочный pechonilar bor, shunday og'izga solsangiz erib ketadigan. Shu pechoni noz atay olyapman. Mana juma kunlari buni oltarig'imizni juma masjidi, katta masjid oldiga andijonliklar olib kelib sotyapti ekanda. Menga Muhammad Qori xalaqit beryapti. Mototsiklning signalini bosyapti. Olib kelib sotyapgan baraka topkir andijonliklar kim bo'lsa ham, kim pishiryapti turgan bo'lsa ham juda ham ehtiyot bo'linglar. Mana ko'ring, kuygani hammasida mana kuygani bor. Olishda ham ehtiyot bo'lib olinglar. Bolalarimiz oshqozon kasal boshlanishi shu kuygan narsani yeyishdan oshqozon rakini keltirib chiqarish ham kuygan nonda, shu kuygan ovqat yeganimizdan bo'ladi-da. Mana bittasini aytay desam, bittasi basda hammasida mana kuygan joyi bor. E'tiborlilar bo'linglar, narsa olishda ishlab chiqarishda ham demoqchiman. Hozir xususiylarimiz ishlab chiqaryapti. Mana paketdagilarda ham mana hammasida orqasida qora kuygani bor. Kuygan narsani berishda ehtiyot bo'linglar-da bolalarga. Bu hammada ham bastur. Bu boshqalar o'zlariga olmasin. Prosta e'tiborliroq bo'linglar, pishiryapti turganlar. Asosan xususiy firmalar, shaxsiylar hozir pishiryapti-ku shunaqa narsalarni. Uy sharoitida balki pishirib kelyapti turgandir. Uyda do'konlari bordir, shunaqa mini sexlari bordir. Shunda ehtiyot bo'linglar. Bolajonlarimiz boshi oshqozonimiz kasal bo'lishi yoshligimizdan, shu noto'g'ri ovqatlanishimizdan, kuygan narsa yeyishimizdan ehtiyot bo'linglar. Buni hozir xo'jayinim juma kuni bo'lsa olib chiqib paketi bilan solib beraman deyapman. Qaytarib topshirasiz deb aytyapman. Hozir Muhammad Qori mana yemay qo'ydi. Yemay qo'yganiga hayron bo'lsam, bu sezadi-da, juda aqlli-da Muhammad Qori mana. Orqasi shunday kuygan ekan, ta'mni biladi-da bu. Kichkina bo'lgani bilan juda aqlli. Shunga ham olishda ham ehtiyot bo'linglar. Bo'lsa pishiryapti turganlar, baraka topinglar. Non yapyapti turgan novoylarimiz orqasiga tandirda oldingi safar yopganlaringda kuyganlarini tozalab tashinglar. Kuygan non, kuygan ovqat oshqozon raki keltirib chiqadi. Buni yosh qarilarimiz yeydi. Non deyamda, yoshi qari ota-onalarimiz yeydi, bolalarimiz, oilamiz hamma yeydi-da. O'zimiz oilamizda yeyapti, o'zimiz yeyap turgan non-ku. Shu Navoiy ham o'zining oilasi o'sha nonni olib yeydi. E'tiborliroq bo'linglar demoqchiman. Kasalimiz boshlanishi shu ko'proq oshqozonimizda mana shu kuygan narsalarni yeyishimizdan, yog'li, achchiq narsalar yeyishimizdan, sho'r narsalarni yeyishimizdan kelib chiqadi. Birinchi bu kuygan to'g'risida gapiryapmanki, olishda e'tibor bo'linglar, pishiryapti turganda e'tibor bo'linglar. Bittasi basta, mana hammasi. Bitta ikkitasida desam, nima bo'lib qoladi? Yolg'on bo'lib qolmasin mana. Nimaga bu bola yemay qo'ydi desam, shunaqa bu yomonlab chiqish, bu haylaqa provokatsiya uchun bas. Baraka topinglar, ishlaring xayrli bo'lsin. Ehtiyot bo'linglar demoqchiman.